Chexiya xalqi va o'zbek xalqini uchta o'xshash tomonini topdim. Birinchisi bu biz misol uchun ko'chada yurganimizda bu kimni ko'rsak assalomu alaykum deymiz. Bu yerda ham shunaqa. Juda ham hamma bir-biriga muloyim, har doim hamma kimnidir ko'rsa добрый день deydi, xayrli kun deydi. Bu juda ham zo'r, menga juda ham yoqadi. Magazin kirasiz, boshqa joyga kirasiz, har doim sizga добрый день, ya'ni assalomu alaykum deganga o'xshash. Ikkinchisi bu yerda ham yosh kattalarni hurmat qilish, ya'ni yosh kattalarga siz deb murojaat qilish juda ham ommabop. Ko'pchilik даже ishxonada ham misol uchun yosh katta bo'lsa sizlar gaplashishadi. Menga bu juda ham yoqadi. Bizga o'xshash. Uchinchisi bu yerda ham rus tilida gapirganlar juda yomon ko'rishadi. Agar ruschada gapirsanglar, O'zbekistonda qanaqa hate yozilsa, bu yerda ham xuddi shunaqa narsa. Shuning uchun agar rus tiliga ishonib Chexiyaga kelmoqchi bo'lsanglar, yaxshisi boshqa davlat tanlaylar.